Xo'sh, bismillahirrohmanirrohim. Style ichiga bizlar style'da boksini ochdik. Saymi? Va men sizga aytdim, inoni bilan ko'rinsin yo oti faqat ko'rinsin yo style xati bilan normal, mana shu normalday. Ayni matlab xat, mat normaldagi normalday, invondagi invon raqamga rangi bor. Hammasini o'zi ko'rsatib qarang, headinglarniki heading raqam rangga bizlarga ko'rinadi. Bizlarga qo'yada bitta optioni bor, style uchun istifoda bo'ladi bir option, style o'zi uchun. Ilova style uchun istifoda bo'ladigan optionlarga bizlar olsak, bu narsa style option olib keladi. Ya'ni select the style to show. Qaysi style bizlarga style quick list ichida option. Quick list deydi, style hoyki mavjud, ammo style ko'rinmaydi. O'sha style hoyki bizlarga ko'proq istifoda bo'ladi, bu list qaddiga bizlarga mavjud bo'ladi. Ko'rasiz? Men xohlayman hammasi ko'rinsin. Qanchaki Microsoft satibda hammasi shuning ichiga available bo'lsin. Men bu yerdan kelib qaysi nimani intihob qilay? All styles. All style intihob qiling, okay deng. Olib kelib qarang qancha style bo'lib ketdi. Ko'rasiz? Qarang paragraf uchun, text uchun, font uchun, qarang page number va g'ayrani style. Hammasini stylini bizlarga ko'rsatadi. Agar optionga kelsangiz, yo recommended matlabi ki bor, o'sha raqamga bizlarga ko'proq istifoda bo'ladi, o'shani ol. Ko'rdingiz? Recommended matlabi. Mana shuncha narsa. Neshtaki istifodai zaruriyat uchunda. Recommend matlab. Any use nimaniki men use qilaman. Ko'rdingiz, men nimani use qilib akaman shulargacha. Headingni istifoda qilaman, buni istifoda qilaman normalda va bu o'zim sotganlarni istifoda qilaman. Shunday emas. Matlab bu ki bor any use, o'shaniki men use qilaman. For any current document, matlab shu dokumentni o'zining ichiga men nechta style qo'yman o'sha narsa. Shu bilan any currentga shu dokumentga men mana shuncha styleim bor. Shu bilan endi matlab istifoda qilaman shuncha narsani dokumentning ichiga. Hammasini emas. Xo'p, agar bu qachon bu shu ko'rsatdi borasiga mana shu style box ichiga quick style ichiga menga ko'rsatishlik uchundir. Agar recommendedga o'zi avvaldan qo'ygan bo'ladi. Xo'p, select how list is sorted. Sort matlabi bu ki bor, ilova sizniki shurdagi styllar qarang, avval menga Ahmad ko'rinadi, so'ra bu so'ra buni. Shuni ko'rinadi degan. So'ra heading bu so'ra bu shaklda. Agar siz recommended qarang, bizlarga recommended style bizlarga mana shuncha narsa Microsoft tatbiq qilganlar. Saymi recommended matlab stylelari. Agar men xohlasamki shu sort bo'lsin, nima raqamga? Men aytamanki alfabet. Alfabet matlabi ki va avval A B C D E Y shakliga kelsin. Qarang, agarna siz Ahmad normal uni ketdan yana no spacing heading shakli qo'ygan, T kelgan. Okay deng. Ko'rasiz, avval A Ahmad, so'ra B keldi, so'ra shakliga H keldi, E keldi. Ko'rasiz? Bu shakliga bizlarga sort qildi. Alphabetical. As a recommended yana o'sha raqam. Recommended ko'proq kim menga irtibot topiladi. Qarorboq mardum use qiladi. O'sha raqamga menga sortdi. Font. Matlab normalda fontini imkoni bor men dibor va H dan olgan bo'lsam, Ahmadning fontini. Font mana bu yerdan olib stolga font intihob qiladi, bu font ichidan. Imkoni bor Ahmadning fontini mana shulargacha. Keyin men nimadan olaman? Zayddan olaman. Lekin normalda fontiki bor B-dandir. Qaysi yerga keladi? Normal yerga kelib taqtiydi bu as a font sort qilsangiz. Qarang, as a fontga intihob qiling. Okay deng. Ko'rasiz? Masalan, buni fonti tagiga qarang, fonti nima olgan ekan? Ko'rasiz? Font ichiga qarang. Ayni book title otiga kelib qarang, font qaysi, style qaysi, emas complex qilib qaysidir? Bold. Keling, buniki qaysidir? Atlik. Avval B keladi, sonra oy keladi. Shunday emas. Buniki stylening ichiga font o'zi qaysi? Bold, atlik, font color bu shaklga. Kelayvering. Xo'p, menga agar normaldagi qaysi fontni ko'rasiz, fontikini sili bari ko'rasiz bu shaklga. Har qaysini fontning ustiga ishora qiling, o'zi sizga ma'lum. Ya'ni sort qildi, munosib nima raqamga sort qiladi? Font shaklga. Bu zarat emaski, bo'lsa agarna qarang, elayni oxiriga ketdi, B balanga chiqib keldi. Chunki nikini kelib qarang, bularni font ayni nima olgandi buniki? Ahmadniki paragrafni left right bo'lgan va style uchun qarang, invonotka bu shaklga. Optionga keling. Agar size based on byte. Bas on nima tariqasini shaklga, matlab headinglar normal ilgari keladi, heading uni ketdan keladi. Qarang, normallar avvalga headinglar so'ra mana bu shaklga tariqaki bizda istifoda qilamiz. Titlelar so'ra, chunki qonun shuni avval xat bitta normalga keladi. So'ra uni ketdan inmon bitta qilib inmon bakor bilasizlar. Uni ketdan so'raga degan bundan baqamanda equation bakor yo listlar bakor bular so'ra sizga kelaveradi. Agar bizlar byte toy bo'lsak, matlab sort qilib toyib headinglarni bir raqqa, normallarni bir raqqa, listlarni bir raqqa,
Har qaysini jido. Tushdingiz? Men boytabga qo'y o'kkeling. Qarang, invon biraqa. Shunday emas. Sonra bu shaklga nimaga istifoda bo'ladigan biraqa. Agar hammasi agar bil farz all listga bega qo'ysa, sizga asos ma'lum bo'ladi. All listga qo'ying, kelib balanddan qarab ketavering. Ko'rasiz, bizlarga bu sistem biraqa, invonlar shuru bo'la qarang, hamma invonlar biraqa keladi. Body textlar biraqa kelavering. Headingdan qarang. Ko'rasiz, hammasi biraqa guruh qiladi. Yana qarang, list shuru bo'ldi, listdan qarang, indexdan hammasi biraqa. Ko'rasiz? Stollar bor. Yana listdan qarang, hammasi biraqa. Hamma narsa bizlarga shundoq munazzaman keladi. Bularni xo'p bildingizmi, sort namunasini. Demak, bizlarga bor select formatting to show as a style. Keling, buni men recommended ga qo'ying, buni recommended ga. Nimaiki bizda use qiladi, o'shalar avvaliga kelib to'xtayversin. So'ray, bega tag'ir berganingiz, matlab bir buni emas, ani beram tag'ir ketaveradi. Bu ham meni tag'ir. Chunki shu box mana shu joyda. O'sha box. Say, yo men aytamanki, faqat buniki list qilib, nimaiki bizlarga OK deyman. Men xohlayman shuni ichiga kelib shuni to'xtasin. Qarang, o'sha nimaiki Ahmad normal invonotga o'sha nimaga shu klik qilsangiz qarang. Ahmad normal invon. Shunaqa emas. Endi chizmishi balandmana. Xo'p, optionning ichiga degan tikmarlar bor edi. Select formatting to show as a style. Formatting men qayerdan so'radim? Sizlarga ma'lum formattingimiz yo font edi yo paragraf edi. Shu emas. Shu ko'niki agar men qarab o'tay list qaddiga list mana shu yerga ochiq deynaga. Men bir xat bitdim. Qaysi stolga shu bityapti o'zlariga ma'lumki normalga. Saymi? Men shunga rang berdim. Qizil. Shunga ko'rinyaptimi qizil deb edi yo g'ayra deb, yo bold qildim, yo size-ni masalan katakon qildim, yo paragrafini left to right format qildim, center qildim, har narsa qilgan bo'lsangiz ko'rinmaydi. Agar kelsangiz, men aytsamki shu style ustiga font ham formatlarida shuni men haysi style box ichiga menga ko'rsataver, tikmar bering. Bu paragraf leveldigini men qaysini bering? Fontini format qilish blok eding. Xo'p, pas keling bu yerga bo'ladi. To'xtang normal, shumi? Normal otga. Tikmar qo'ying o'shaga. Tikmar qo'ygan font formattingga. Keling intihob qiling. Ko'rasiz. Ko'rasiz nima aytagan? Bold qarab ketavering. Bu shaklga bizlarga style list qaddiga nima font ustiga men nima intihob qilsam, formattingga tushirib qilsam, rang va g'ayra style bermoqda, bergan ko'rinib ketaveradi. Ya'ni style list qaddiga mana shu narsa shuncha bizlarga ado bo'lgan. Endi matlab so'rayapti. Xo'sh, inovalar. Bu tikmorni xo'p bilingizlar. Bizlarga nimani kerak? Formattingni buni font qilsak. Bu qaysi paragraf level formatting? Paragrafni qayerdan bizlar format qiladik? Bu yerdan kelib. Bu paragraf formatimizda maga tikma bersam qanchalik format qilish shuga mana bunda ko'rsatib qizilday. Bu qaysidagi bullet and numbering formatting. Sho'dan men bullet numbering bermadim. Yagduse. Sho'dan yagduse bering, bega tikma bering, begam ko'rsatib beradi. Mana shuni list qiladigan chizik mana shu ko'rsatadi. Mana shuni bir shu yakada, bir opshanda. Siz bering bilmadim. Xo'p, shunchani bildingiz. Yaxshi fikr tuting, bizlar shunchaki tag'yirot beradi. Agar men shunga tikma berib OK desam, shu dokument ichiga shu ayrosh keladi. Masalan, oldi ko'rsatsam, bir kul oldi menga ko'rsatishga, saymi? Lekin faqat shu ni dokument ichiga save qilsam ham bir oddiga shu ichiga ochaveradi. Boshqasi ham kelmaydi. Maydam shu tag'yirotim hamma dokumentga desam, yana tunamda o'sha ni dokument boshqa sizlar tikma berib OK qilasizlar. Xo'p, bir hammasiga ol ko'rinaveradi. Xo'p, bu o'sha o'tganladi. Keldi ikki tikmori degan bor. Inoga select how the bullet and the style name are shown. Method show the next heading when the previous level is used. Yaxshi fikr tuting. Bu yerga tikmor qo'yilgan. Menga list qaddiga bu ikkoni men delete qilmoqda qayerda sizlarga ustiga shuni klik qiling. Shu joyga agar delete bo'lmasa men qayerga boraman? From quick startdan ketganimda bo'lmaydi. Men menejeriga boraman. Ko'rasizlar? Men aytaman Ahmad shuga bo'lmayapmi? Nima deydi? Delete. Bu ham bor. Delete. Lekin bular nima uchun delete bo'lmaydi? Chunki bu kompaniya tarafdan kelgan inoga. Xo'p, keling, invondan sotib qo'yib turaman, buni ham delete qildim. Menejeriz shuni foydasi aslan menejerdagi veroyish editdi. Xo'p, men buni ko'chirdim. Keling, bu joyga shu qoldi-ne? Yana Ahmadlar bor. Xo'p, quick style'dan remove. Mana ustiga klik qilib bergan o'tdi. Remove. Remove. Qarang, vaqtiga men shuga siz xatdagi bitdingiz. Saya masalan bu bir invon edi. Men hammasi normal tekstgada, buni men xohlasam invonga qo'ysam, invonni qayerdan intihob qiladim kelib? Headingga. O'zi ayting, shu bilan menga qaysi invon ko'rinadi?
Bu. Unvon ham ko'rinadi-ne? Shuncha ko'rinadi. Keyinga qaysi unvonni baqa? Unvonidir. Bundan baqa so'ra bu keladi. Men agar xohlasam shu yerga unvonni yakni men apply qilsam, qarab ketavering. Unvonni intixobga bo'ldi. Ketdan keyin bizdagi qaysidir? Unvonidir. Kelmay bunga unvonni taraksiga unvonni do intixob qildim bu yerdan. Xo'p, unvon do intixob bo'ldi. Ketdan qaysi ko'rindi? Olgacha siz ko'rinadi siz ko'zingizga? Yo'q. Agar men taga kelib, yana xat bitay buni intixob qilay unvonni seni. Ketdan qaysi ko'rindi? Shu option mana shu deb ko'rasiz. Aytib qo'ydiki bega tikmor shu the next heading when the previous level is used. Avvalgisini kim istifoda qildim, ketdan bir unvon degan menga ko'rsatib ketaver. Chunki unvonlar menga baqab kelib ketaversa. Microsoft koding istifoda qildi degan bunga. Faqat o'zi tutgan heading uchun. Hamma aylamadimman. Men Ahmadni intixob qilsam Ahmad aytib ket Ahmad o'qasan. Na. U o'zini heading uchun. Siz qarang, aytib sirf shu heading uchun. Xo'p, buni qilibsizlar-ne? Kelli agar men bilfars all style shu yerga qo'ydim. All style ichiga qarang, hammasiga heading yakdu, title va g'ayra. Shularni oti ko'rinayotgani yo'q. Bu aytadi otini yitir. Va building name. O'zincha nima ot solib ketdi. Yitir qachon hoytqi when the alternate names exist. Nomi izofiy degasi berilgan bo'lsa birgasiga bu ko'rinsa, buni ko'rsat, o'zlarini asli otini bizlarga nima qiladi? Yitir deydi. Saymi? Olib qarang, bizlarga hech qaysini ketgan yo'q ko'zingizga. Chunki bularning o'zining bir name bor. Alternative name bularga hech qaysiga yo'q. Style ichiga mana bu yerdan xunni style chizasiz. New style ichiga qarang, shularga bironta alternative degan nom berishlik g'ayrat shuni otingizdan boshqa shu yerga yo'qdi. Qarang, bu style bor, bu headingni otga yo paragraf oti nima raqamga. Lekin alternative name yo'q. Agar Belfast kompaniya sotgan bo'lsa, alternative bironta shot bordi ham. Qaysi biron style ichiga. Lekin sora bunga qo'yib o'sha alternative name ni o'zini namini yitiradi, alternative name ni ko'rsatadi. Masalan, alternative nimaga nomi diga berilgan, izofiy berilgan. Inshaalloh o'qiymiz, alternative text keladi, u matlabga asos tushasiz. Xo'p, buni optionni bizdan ko'madan. Optionni biz menejeri qoldi. Qarang, buni aytib berdim, tunolarga sizlarga inspektor edi. Say bozraslik qilib, new style topshirishni borsa dedi, formatlarni beradi, buni o'qishga va menejeri va delete qilmoq va g'ayra qilmoq. Boshqasini bilasizlar. Sirf delete'ni bilmaysiz, delete'ni menga aytib bering. Say, men xohlayman shu style bakor emas, shuni men nima qilay? Shuni nima qilayman? Hazf. Hazf kedesiz? Yes. Har qaysini oling, hazf? Yes. Baynaga bas bir shu qayerga bo'lsin shu hazf bo'lganlar. Qanchaki men dokumentimni ichiga bor, kelaveradi, hammasini men nima bilaversin hazf. Xo'p, birontasini shu yerdan ham to'xta, men nima qilay? Modify. Ya new style. O'qimang shu namasini, shu style tutmoq, modify qilmoq, chunki editni beradi. Yana recommended ichiga kirsangiz, yana qaysi istifoda bo'ladi? Recommended normal bor, invalmi bu va bu bor. Siz aytasiz, menga hamisha normal ilgari. Men xohlayman normaldan ilgari invalni o'tkazib qo'ysam, hamisha menga bakor keladi. Shunday emas. Invalni avvalga to'xtamasin, heading to'xtasin. Menga nima bor? Move up. Bu qancha qayerga olib keladi? Move down. Select on hammasini intixob qiladi. Hammasini agar aytasizki select Belden qaysi kompaniya men sotaman o'shani ko'rasiz. Belden degan buni ichiga solgan. Shuncha men qaysini sotaman? Faqat kompaniya tarafidan. Qarang, bundoq qilib kelavering Belden. Ko'rasiz? Kompaniya tarafidan sotilgan emas. Buni kim sotgan ekan? Men sotgan ekan. Belden emas, xo'p. Belden mana shunaqa o'zining ichiga solgan bo'lsa. Buni men sotmisam. Xo'p. Buni biz recommended. Recommended ichiga matlab shu nima qilsin ko'rin. Hide qil nima qiladi? Yashir. Shular hammasi nimada? Hide until used. Hide hammasi. Okay qiling. Nima bo'ladi? Qanaqa ishlash? Shular ko'rinadimi ko'zga? Yo'q, nima ko'rinmaydi? Toki zamonki use bo'lmasa menga ko'rsatma. Bular nima ko'rinadi? Buning uchun ko'rinadiki bular use bo'lib to'xtabdi. Yana sizga optionni check qiling. Nimasini ichiga, managerni ichiga. Managerni check qiling. Qani hammasi hide bo'lgan hammasi. Shundoq. Men endi nima ish qilay? Select all qiling. Yana ayting show. Hammasi nima shular? Say. Select all bo'lgan oldi. Managerni ichiga keling. Select all hammasi intixob qildi. Beldan intixob qiling. Haydan dilingni shu qiling. Shu bo'ladimi? Mayli. Bas keling. Goals. Agar shu erishdi, yana ham siz only this document yo new document ga ham shu qilasiz. Hammasini ichiga boravering. Shu hide, make it last. Make it last matlab nimadir? Last oxir. Matlab qarang hammasini qilgan ekan bu. Last oxiri bo'ladi.
agar avvalga assign qilasiz nima qaysi enter operative value for the selected style buni qaysi numberga yakun bo'lsin chandon bo'ldi beriga ko'rdingiz har qaysiga bedun assign number qilasiz value qilasiz yo make a last oxirga eltasiz yo pass nimaga eltasiz baringam olib kelasiz pas o'kading chandon numberga bo'ldi normal bu stalanchiga davom agar men xohlasam normalda men shu normal intixobni assign value men xohlayman heading yak chandon ekan davomni men xohlayman qandoq numberga siz borib assign qilasiz assign number make a last shu agar nimaga qarang hoydga qo'ying mana bunaqa qarang hoyd when and use ga qo'ygan shuni kompaniya tarafdan qo'ygan until use gacha bu hoyd bor men bu shu bo'lsin men bu ham shu bo'lsin boshqasi and use gacha hoyd bo'ladi chunki bu kompaniya tarafdan shunday qo'yiladi shunaqa emas xo'p baribir hoyd desam so'ra nima bo'ladi bilkul hoyd bo'ladi agar men xohlasamki menga shu normal qaniki normal chandagi ketdimi ha normalda hoyd qil normal shu bilan nima bo'ldi always hoyd hamisha yashinib to'xta ana endi siz normalda shunisini topa olasiz topa olmaysiz yashin lekin shu bor chunki by default qaysi stil bizga kelaveradi normal kelaveradi lekin normal o'sish bilan menga list qaddan yashinib to'xtatdi bizdan tushsiz matlabiga managerdan top bizda qaysini qildik editor qildik recommended qildik kelib bitta recommended hammasini chemgarchi export import va yo edit chigan bosh shu gafda matlabi ko'p bir stil men bir dokumentga sotib qo'yman shuni ichiga sotib shu stilni men xohlaymanki purra tamomiy dokumentga kelaversin chunki men save qilganimcha ondiga qo'yib edim shu men hammasiga export qilaman desam intihob qilaman inoga stil ichiga and this dokumentga ko'rasiz shu dokument ichiga men ahmadovga sotman purra tamomiy dokumentga kelaversin desam men bergan nima ish qilay copy yo men xohlayman men buni ichida shularni delete qilmoq qasdim bor bali yes ko'rasiz men xohlayman bu heading bungacha yo'q shuni ichiga o'tkazaman desam nima qilay qarang baqarab copy qiladi buni baqa o'tkazaman desam baqarab copy qiladi otini tag'ir beraman desam rename hammasini tag'ir beravering copy close files nimaki fayl shu yerga ochib qarang shuni ichidagi buni ichidagi hammasi o'tdi faqat qaysiga qoldi normalda ishlagani menga qoldi buni ichiga berash begaradi ketdi shuni ichiga hammasi kelib qarang endi mana nimaiki shu dokument ichiga men beraman hamma yangi tag'ir beraman bularni bular hammasi mana ichiga bormi normalda ichiga normalda ishlaganimiz bizga ko'rsatadi sayvalda bizda manager faqat qaysini qiling edit recommended ammo restrict set as default va sirf style ichiga mana shu narsa qildik colorlar qolgan yerda xalos qiladi